kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas, Alloh bu bandani adashib ketishdan saqlaydi. Bu doim hayolingizda, o'yingizda turishni misoliga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan ana shu sahrodagi bir cho'ponni hodisasi bizga misol bo'ladi. Umar ibn Xattob xalifa safarga ketyapti hamrohlari bilan, sahroda bir qulni qo'y haydab yurganini ko'rdi. Haligini sinamoqchi, imtihon qilmoqchi bo'ldi-da, chaqirib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Haligi aytdi, men qulman, qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Menga pul kerak dedi. Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini sotaver, pulni beraman senga dedi. Deganda cho'pon aytdiki, xo'jayinim oldida men ishonchli odamman. Agar bo'ri yeb ketdi desam ishonadi. Ammo Allohchi edi. Ana, doimiy suratda Allohning yodida turishligi, Alloh uni kuzatib turganligini his qilganligi shu gapni aytishiga sabab bo'ldi.